Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Alimov Baxtiyor Dilmurodovich, xalq tabobatlari mutaxassisiman. Ya'ni qadimgi Gretsiya, Rim, O'rta Osiyo, Fors, Tibet, Xitoy, Hindiston qadimgi xalq tabobatlari bo'yicha mutaxassis, ekspert hisoblanaman. Xalq tabobati o'zi aslida nima? Hozirgi vaqtga kelib, Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha 3 xil tabobat mavjud. Birinchisi zamonaviy tabobat. Bu biz bilgan hozirgi zamonaviy tabobat hisoblanadi. Ikkinchisi an'anaviy tabobat deyiladi. Uchinchisi muqobil, ya'ni alternativ tabobat deyiladi. Bu tabobatlar qanday tabobatlar? Zamonaviy meditsina qanday tabobatligini barchamiz bilamiz. Ikkita xalq tabobatiga to'xtalib o'tamiz. An'anaviy tabobatga, xalq tabobatiga nimalar kiradi? An'anaviy xalq tabobatiga bu qadimgi Misr, Gretsiya, Rim, Arab, Fors, Markaziy Osiyo, Tibet, Xitoy va Hindiston xalqlarini tabobatlari bu an'anaviy tabobat deyiladi. Endi muqobil tabobatga qaysilar kiradi? Muqobil tabobatga turli xil xalqlarning xalq tabobatlari va undan tashqari kohinlik, duoxonlik, ekstraseanslik, ochlik bilan davolash, urinoterapiya, parhez bilan davolash va shu kabilar muqobil, ya'ni alternativ tabobat hisoblanadi. Bu tabobatlarni qaysinisi to'g'ri, qaysinisi noto'g'ri? Hozirgi vaqtga kelib xalq tabobati to'g'risida juda ham salbiy fikrlar ko'payib ketdi. Hattoki zamonaviy meditsina vakillari ham katta salbiy fikrga ega bo'lishyapti. Buning sababi alternativ, ya'ni muqobil tabobatni ko'pchilik xalq tabobati tushunishi hisobiga. Aslida bu xalq tabobatiga kirmaydi. Chunki bu tabobatlar aniq bir falsafiy sistemaga, qonun qoidalarga asoslanmagan tabobatlar hisoblanadi. Xalq tabobati esa bu butunlay boshqa. Bu haqiqiy falsafiy diagnostika, davolash usullariga ega bo'lgan, qadimdan insoniyatga xizmat qilib kelayotgan xalq tabobatlariga kiradi. Mana bu tabobat haqiqiy ishonsa bo'ladigan tabobat hisoblanadi. Endi qadimgi sirli tabobat nima bu? Bu qanday tabobat? Insoniyat paydo bo'lgandan beri har bitta xalqda o'ziga xos tabobat usullari bo'lgan. Qadimgi tabobatlarga hozir sanab o'tilgan Misr, Rim, Fors, Markaziy Osiyo, Xitoy, Hindiston, Tibet tabobatlari kiradi. Lekin bu tabobatlar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Xalq tabobatlari ikkita yo'nalish va 3 ta maktabga bo'linadi. Bu yo'nalishlar, maktablar qanday? Birinchisi yo'nalishlari g'arb yo'nalishi, sharq yo'nalishi. G'arb yo'nalishiga qadimgi Misr, Gretsiya, Rim, Arab, Fors, Markaziy Osiyo tabobatlari g'arb tabobati yo'nalishiga kiradi. Ha, to'g'ri aytilyapti, adashganimiz yo'q. Bizni qadimgi tabobatimiz, xalq tabobatimiz Ibn Sino, Ar-Roziylar tabobati sharq tabobati emas, aslida g'arb tabobatiga vakili hisoblanadi. Chunki Markaziy Osiyo tabobati kelib chiqishi asoschisi qadimgi Gretsiya, Rim tabobatlariga asoslangan. Ya'ni Gippokrat, Galenar tabobatini davomchisi hisoblanadi. Sharq tabobatiga esa Tibet, Xitoy va Hindiston tabobatlari kiradi. 3 ta maktab. Birinchi maktab bu barchasi g'arb tabobatlari mansub birinchi maktabga. Bular nima bilan farq qiladi? Bular asosan 4 ta unsurga asoslanadi. Havo, olov, suv va yer unsurlari va 4 ta xiltni organizmda harakatiga, ya'ni gumoral boshqarilishiga asoslanadi. 4 ta xiltlariga. Havo bilan birgalikda bu qon, olov, safro, suv, balg'am, yer, savdo xiltlari bo'yicha falsafasi shunga asoslangan. Keyingi yo'nalish bu Hind Tibet yo'nalishi deyiladi. Hind Tibet yo'nalishi ikkalasi bitta maktabga kiradi, chunki Tibet xalq tabobati kelib chiqishi qadimgi Hindiston tabobatidan kelib chiqqan. Hindiston tabobatining eng qadimgi asosiy kitobi bu Ayurveda. Tibet
xalq tabobatning kitobi esa Chuchi Ayurvedani tibetcha ko'rinishi. Bular alohida bitta maktab hisoblanadi. Bularda asosi 3 ta unsurga asoslanadi. Keyingisi Xitoy meditsinasi. Xitoy meditsinasi Daosizm va Konfutsizm konsepsiyalari asosida tashkil bo'lgan. Bularda Qi, Yang, Yin energiyalari aylanishi va 5 ta unsur faoliyatiga asoslangan. Demak, xalq tabobatlari 2 ta yo'nalish va 3 ta maktabga asoslangan bo'lib chiqyapti. Xo'p, birinchi maktab 4 ta unsurga, Xitoy, Hindiston, Tibet yo'nalishi esa 3 ta unsurga, Xitoy tabobati esa 5 ta unsurga asoslanyapti. Xo'p, endi bu tabobatlarning ichida qaysinisi to'g'ri va qaysinisi zamonaviy meditsinaga yaqin keladi, xos bo'ladi? Aslida uchovi ham to'ppa-to'g'ri. Uchovi ham javob beradi. Qanday bo'lishini sababi, chunki bu uchala yo'nalishdagi 3 ta maktabda kelib chiqishi bulardan ham oldingi yo'l bo'lib ketgan qadimgi sirli tabobatni bular davomchisi hisoblanadi. Ya'ni qurigan daraxtdan o'sib chiqqan 3 novda kabi. Bulardan ham oldin insoniyat ilk bor paydo bo'lgan tabobat bor. Bu qadimgi sirli tabobat. Mana shu hozirgi hamma xalq tabobatlarining asoschisi hisoblanadi. Barcha hozirgi xalq tabobatlari mana shu eng qadimgi bo'lgan sirli tabobatdan kelib chiqqan. Agar sizga bergan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarda yana sizga qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xayr, salomat bo'ling.